eshigi yopasiz, maza qilasiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi obyektimiz Toshkent viloyati Nurafshon shahri. Ko'rishinglar mumkin, eshigimiz katta vitraj qilib berganmiz. Termo 70 bo'ladi. Sifatlari juda ham zo'r. Petlari Master Italiya bo'ladi. Oynalariga baho berib qo'yasizlar. Toshli oynalar qilib berganmiz. Sifatlari juda ham zo'r bo'ladi. Ranglari matte brush grey bo'ladi. Aksessuarlarni qora qilib berganmiz. Bu tarafimiz oshxona uchun mo'ljallangan shotlankadan foydalanganmiz. Kalyonli oynalarda panoramli oynalar qilib berganmiz. Romlarimiz Engelberg 70 bo'ladi. Romlarimizda 5 ta kamera bo'ladi. Sifatlari juda ham zo'r. Matte brush greylangan. Panoramli oynalar, stikla paket. Shotlankadan foydalanganmiz. Ideal chiqqan xudo xolisa. Ikkitadan stvorka ochiladi. Двойной mexanizm. Hovli tomonimizga 3 ta katta vitraj qilib berganmiz, mana shunaqa razmerlarda. Razmerlari 2,5 ga 2 metr bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, xudo xolasa sifat va ideal bo'ladi. Obyektimiz 150 millionga baholangan. Ruchkalarni original ruchka qo'yib berganmiz. Romlarimizga Rotto swing bo'ladi. Двойное открывание. Tepadan pastga ham tushadi. Burramizga eshik qo'yib berganmiz. Bu yoq esa ham yoniga ochiladi. Tepadan pastga двойной mexanizm bo'ladi. Kimga mana shunaqa sifatli eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaversa, eshiklarni tez va sifatli qilib beramiz. Hammaga rahmat.